Assalomu alaykum. Alaykum bolajonlar. Kayfiyatinglar yaxshimi? Aferin. Qani, hozir hamma o'zini qatorida shodlik davrasini qursin-da. Men senga ishonaman chunki sen degan psixologik o'yinimizni o'ynaymiz. Tayyorlaning-chi? Shodlik davrasini qurdikmi? Aferin. Qani, Firdavs boshlaydi. Men senga ishonaman chunki sen degan so'z albatta qo'shilishi kerak. Bilasiz-a? Boshladim. Men senga ishonaman chunki sen aqllisan. Men senga ishonaman chunki sen odoblisan. Men senga ishonaman chunki sen chiroylisan. Men senga ishonaman chunki sen alohidsan. Men senga ishonaman chunki sen alohidsan. Men senga ishonaman chunki sen ziyraksan. Men senga ishonaman sen aqllisan. Men senga ishonaman sababi sen inoqlisan. Men senga ishonaman chunki sen odoblisan. Men senga ishonaman sen aqllisan. Men senga ishonaman chunki sen aqllisan. Men senga ishonaman chunki sen kitobxonsan. Men senga ishonaman chunki sen aqllisan. Men senga ishonaman chunki sen ziyraksan. Men senga ishonaman chunki sen inoqlisan. Men senga ishonaman sababi sen aqllisan. Men senga ishonaman chunki sen kitobxonsan. Men senga ishonaman chunki sen odoblisan. Men senga ishonaman chunki sen kitobxonsan. Men senga ishonaman chunki sen odoblisan. Men senga ishonaman chunki sen inoqsan. Men senga ishonaman chunki sen odoblisan. Men senga ishonaman chunki ziyraksan. Men senga ishonaman chunki sen ziyraksan. Men senga ishonaman chunki sen alohidsan. Men senga ishonaman chunki sen odoblisan. Barakalla, judayam yaxshi. Bir-biringizga tabassum hadya qilingchi. Kulib qo'yingchi bir-biringizga. Tabassum hadya qilingchi. Judayam yaxshi. Aferin. Endi joyingizga joylashamiz. Hamma darsga tayyormi? Barakalla. Bunday bo'lsa, hozir men siz bilan bugungi darsda bo'lib o'tadigan topshiriqlarimiz, bajaradigan topshiriqlarimiz va ularni balolar haqida qisqacha aytib o'taman. Bilamiz, bizlarning umumiy dars davomidagi balimiz necha bal? Ballar juda ham yaxshi bolajonlar. Bizlarning dars davomidagi umumiy balimiz demak necha bal ekan? 10 bal ekan. Aferin. Uyga vazifamiz necha? 3 bal ekan. Uyga vazifamiz bolajonlar 3 bal ekan. Xo'sh, birinchi topshiriqqa bolajonlar men 3 bal berdim. Deskriptorini o'zim tushuntiraman. Ikkinchi topshirig'imiz bolajonlar 2 bal, uchinchi topshirig'imiz esa 2 bal. Shunda jami necha bal bo'lyapti? Bal bo'lyapti. Endi qarang, agar siz necha bal olsangiz 5 baho olardingiz? 9, 8, 10 bal oladigan bo'lsangiz, sizga ham 5 baho qo'yaman. Yana 6, 7 olsangiz 4 baho, 6 dan past bo'lsa 3 baho qo'yib to'g'rimi bolajonlar? Aferin, juda ham yaxshi. Darsga tayyor bo'lsangiz, uyga vazifani mustahkamlaymiz. Qani, uyga vazifa bolajonlar, qanday vazifa berdim? Uyga vazifa bayonlab qo'ymoqda. Demak, tuproq qatlamlarini rasmini chizib, tuproq qatlamini rasmini chizib, tuproq qatlamlarini nomini yozasiz deganman, to'g'rimi? Bu muz qatlami uchun 1 bal, tuproq osti qatlami uchun 1 bal, mineral zarralar qatlami uchun 1 bal. Xuddi shunday bajardingizmi? Agar siz mana shu 3 ta qatlamni to'liq ko'rsatgan bo'lsangiz, unda demak uyga vazifaga necha bal olasiz? Olasiz. Hozir чудесное колесо o'yinimiz bor, ana shu o'yinimizda, ana shu kolesomizda kimni ismi chiqsa, ana shu o'quvchi uyga vazifasini do'stlari bilan o'rtoqlashadi. Men o'zim uyda tuproq qatlamlarini rasmini chizib keldim va mana shu qatlam
qatlamlarni ko'rsatdim deb tuproq qatlamlarini aytadi. Xo'pmi? Qani kimni omadi bor ekan? Ko'ramiz. Kamronbek ekan. Ko'rsat. Xo'sh, Kamronbek. Men bu yerda ustki qatlamni, keyin tuproq osti qatlamini va mineral zarralarini chizdim. Demak, uchala qatlamni ham chizibsan. O'zingga necha ball qo'yasan, Kamronbek? 2 ball. Nima uchun? Sababi bitta xato qilganman. Xato qilganing uchun 2 ball. Aferin, barakalla. Juda ham yaxshi. Keyingi o'quvchimiz qani? Keyingi omadli o'quvchimiz kim ekan? Nazima. Xo'sh, Nazima qizim. Tuproq qatlamlarini chizgan, lekin nomlarini yozmabdi. Nazima shunda uyga vazifaga necha ball qo'yadi? 2 qo'yadimi? 1 ball qo'yar ekan. Demak, Nazima qarang, o'zini bahosini haqqoniy qo'yaptimi? Aferin, juda ham yaxshi. Barakalla. Keyingi o'quvchimiz yana bitta o'quvchi ko'rsatsin uy ishini. Qolganlar men ko'rib chiqaman. Soliha. Mana mening uyga vazifam. Mana bu tuproqning ustki qatlami. Bu esa ustki tuproq. Bunisi esa mineral zarralar. Aferin. Qatlamlar nomi yozilibdimi? Barakalla. Juda ham yaxshi. Endi uyga vazifa bo'yicha hamma o'zini bolini haqqoniy aytib oladi. Xo'pmi, men ko'rib chiqdim. Meni alday olasizmi? Yo'q. Demak, boshlab bir dars necha ball oldingiz? 2 ball. 2 ball. Juda ham yaxshi. 2 ball. Madina. Samir 2. Mahnura 1 ball. Xo'sh, Jafar 2. 3. Hayotxon 3. Juda ham yaxshi. Ham Abdulloh 3 ball. 3. Samandar 2 ball. 2. Shirin 2 ball. 2. Kamronbek 2 ball. 2. Marjana 2 ball. Javon 2 ball. 2 ball. 3 ball. 3 ball. Asadbek 3 ball. 3 ball. 3 ball. 3 ball. Juda ham yaxshi. Bu qatorga keling. Burxon 2 ball. 3 ball. Davom 2 ball. Muzaffar 2 ball. Nozima 1 ball. 1 ball. 2 ball. Qatlamlarni yozmagani uchun 2 ball. 3. Soliha 2 ball. 2. Jasmina 3. 3. Alisher 2. Ela 1. Mana uyga vazifani bog'liqjonlar baholab oldi. Endi o'tilgan mavzuni, tuproq tarkibini siz qanday tushundingiz? Ana shuni mustahkamlab olasiz. Uni mustahkamlash uchun bolalar siz bilan soyabon o'yinini o'ynaymiz. Bu soyabon o'yinida e'tibor bersak, soyabonni qaysi vaqtda ishlatamiz? Qaysi Quyoshdan saqlanish maqsadida, demak, soyabonni foydalanadi ekanmiz. Hozir qaysi fasl? Lekin qish fasli bo'lishiga qaramay, o'tgan kunlarda nima yog'di bizga? Yomg'ir. Hozir soyabon o'yinini o'ynaymiz. Soyabon o'yinida bolajonlar Чудесный колесоmiz, kolesoda kimning nomi chiqsa, ana shu o'quvchi chiqaridagi tomchilardagi savollarga javob beradi. Xo'pmi? Kelishdikmi? Boshladik. Marjona, kelaqma Marjona. Bitta tomchidan stikerni savolni o'qiysiz. Xo'sh. O'simlik Bu yoqqa qarang Marjona qiz. O'simliklar oziq moddalarni qaysi qavatidan oladi? O'simliklar tuproq qatlamini qaysi qavatidan oziq moddalarni oladi deyapti. Qaysi qatlamidir? Ustki qatlamidan oziq moddalarni oladi. To'g'rimi javobi? Keyingi o'quvchimiz qani?
Kimni oladi bunga? Muzaffar. Qani, keyingi topshiriq, keyingi savolimiz. O'simliklar tuproqdan nimalarni oladi? Ha, o'simliklar tuproqdan nimalarni oladi? Mevalar, Tuproqdan o'simliklar. Nimalarni oladi? Oziq moddalarni, yana tuproqdan mineral zarralarni oladi. Juda ham yaxshi. Navbatdagi o'quvchimiz, davom etamiz. Navbatdagi o'quvchimiz Madina Mansurova kela qol qizim. Tuproq nima? Tuproq bu yer yuzidagi ustki qatlam uni tog' jinslari hosil qiladi. Barakalla, juda ham to'g'ri. Qarsak chop qo'ying. Barakalla. Keyingi o'quvchimiz. Madina. Qani Nazirama? Tomchilardan savollarni olingchi. O'simliklar qanday tuproqda yaxshi o'sadi? O'simliklar qanday tuproqda yaxshi o'sadi? Qora tuproqda yaxshi o'sadi. Qora tuproqda nima ko'p bo'ladi? Chirindi ko'p bo'ladi. Qarsak chop qo'ying. Barakalla. Keyingi o'quvchimiz. Jasurbek, kelaqa Jasurbek. Qani Jasurbek? Tuproqning tarkibidan nimalardan iborat? Xo'sh, tuproqning tarkibi deyapti. Nimalardan iborat deyapti? Tuproqning tarkibi chirindi, gums, suv va havodan iborat. Nima qilib ketdi? Mineral zarralar va yuviya. Aferin, juda ham yaxshi. Qarsak chop qo'ying. Yana bitta o'quvchini so'raymiz. Oxirgi o'quvchimiz Abdulloh ekan. Kelaqa bolam. Abdulloh qani savolni tanlasin. Xo'sh. Nima uchun tuproq hayvonlar hayoti uchun muhim? Agar tuproq bo'lmasa, hayvonlar, odamlar yerda yashamas edi. Judayam yaxshi. Xo'sh, yana nima qo'shasan? Va hamma yoq suv bo'ladi. Barakalla. Qarsak chop qo'ying chiqani. Endi bolajonlar, tuproqni tarkibini siz qanday tushunib oldingiz? Ana shuni qo'lingizga men to'plashtirish strategiyasi bo'yicha klaster beryapman. Ana shu klasterga siz tuproqning tarkibini to'liq nima qilasiz? Yozib chiqasiz. Mana shu klasterga tuproqning tarkibini yozib chiqasiz. Qarang. 2 minut vaqt beraman. 2 minut vaqt beraman. Ana shu 2 minut ichida siz ulgurishingiz kerak. Tayyormisiz? Tuproqning tarkibini siz uyda ham bildingiz, uyga qaytib o'tgan mavzuda ham o'tdik. Hozir Jasurbek ham takrorlab o'tdi. To'g'rimi? Tayyormisiz? Boshladik. Bo'lgan o'quvchi sekin o'rnidan turadi. To'g'rimi? Yonimizdagi juftimiz bilan almashdik ishlarimizni, va tekshirib olamiz. Diqqat bilan ekrandan nazaringizni qarating. Ekranga nazaringizni qarating. Demak, tuproqning tarkibi nimalardan iborat? Tekshiramiz. Yem. Havo. Bilgansizmi havoni? Barakalla. Davom etamiz. Suv. Juda ham yaxshi. Bormi sizda? Aferin. Keyingisi? Bormi sizda?
ta'minlab oldik. Endi siz bilan yangi mavzuga ko'chamiz. Daftarimizni ochib, bugungi sanani yozing. 6-fevral tuproqning xossalari. 6-fevral chiroyli bo'lib, xatosiz yozamiz. 6-fevral tuproqning xossalari. Xatosiz chiroyli yozamiz. Dars maqsadini qani? Hammamiz birgalashib o'qiylik. Tayyormisiz? Darsning maqsadi ekranga hamma nazarini qaraysiz. Ekranga diqqat bilan qaraymiz. Bugungi darsimizning maqsadi nimada iborat ekan? Tuproqning asosiy tarkibi, asosiy xossalarini. Demak, siz bugun tuproqning asosiy tarkibi va asosiy xossalarini nima qilar ekansiz? Bilib olar ekansiz. Darsga tayyormisiz? Darsligingizga qarab oling-chi. Bugun qanday so'zlar bilan tanishar ekanmiz? Suv o'tkazuvchi. Suv o'tkazuvchi. Kompyuterda yozilgan lug'atimizga nazarimiz qarating. Kompyuterning ekraniga yozilgan. Qarang, notebookning ekranida turibdi sizda. Nima ekan? İngilizcesini kim o'qib boradi? Xo'sh, Abdulloh. İngilizcesini o'qib boringchi. Judayam yaxshi, barakalla. Endi diqqat bilan qaraymiz. Плодородие, что это такое? Demak, 3 ta плодородие. Плодородие so'zining qozoq tilidagisi qanday ekan? Xo'sh, unumdorlik qani? O'qiramiz. Muzaffar. Unumdorlik bu tuproqning asosiy xossasi bo'lib, o'simliklarni o'sishi uchun barcha zarur moddalarni bera olishi xususiyatidir. Плодородие способность почвы удовлетворять потребность растений и питания. Demak, unumdorlik deganimiz nima ekan? Bu tuproqning asosiy xossasini biri bo'lib, bu o'simliklarga kerakli bo'lgan barcha moddalarni bera olish xususiyati ekan bolalar. Biz bilamiz, boya aytib o'tdik, tuproqni qaysi turida o'simlik yaxshi o'sadi? Sababi qora tuproq unumdor tuproq bo'lar ekan. O'simliklarga kerak bo'lgan barcha moddalar ana shu qora tuproqda bo'lganligi uchun qora tuproqni bolajonlar unumdor tuproq deb aytar ekanmiz. Endi-chi bolajonlar, tuproqning xossalarini bilish uchun men sizga bir nechta tajriba o'tkazaman. Ana shu tajriba orqali siz tuproqning xossalarini bilib olasiz. Men sizning qo'lingizga hozir kuzatish varag'ini beraman. Mana shu kuzatish varag'idan bolajonlar siz men o'tkazgan har bir tajribadan o'zingizning xulosangizni yozasiz. Men birinchi tajriba deyman. Siz ana shu tajriba bo'yicha o'zingizning xulosangizni nima qilasiz? Yozasiz. Tushunarlimi? Qisqa qilib bitta gap bilan yoki bitta so'z bilan yozasiz. Sababi vaqtimiz juda ham qisqa. Demak, diqqat bilan qaraymiz. Hozir men sizga tajriba o'tkazib, tuproqning xossalarini ko'rsatib beraman. Ana shu xossalariga qarab siz nima qilasiz? Kuzatish varag'ida o'zingizni nimangizni yozasiz? O'zingizni xulosangizni yozasiz. Har bir o'quvchini fikri men uchun juda ham bebaho. Sizning fikringiz juda ham menga kerak. Tayyormizmi? Endi qarang. Birinchi tajriba. Demak, tajribani kuzatasiz va mana shu bo'yicha o'z xulosangizni yozasiz. Qarang, sizga birinchi tajribada turli
tuproq berilgan. Mana tuproq. Ko'ryapsizmi? Men atagan sizga ko'rinish uchun plyonkaga solib keldim tuproqni. Mana bu tuproq bilan bu tuproqni farqi bormi? Bilmaysiz. Endi qarang. Siz mana shu ikkita tuproqni solishtirib taqqoslab unumdor tuproqni yozasiz. Qaysi tuproq o'simlik uchun foydaliligini yozasiz. Menga qaramang, qo'l ko'tarmang. Oldingizda kuzatish varrag'i turibdi. Ana shu kuzatish varrag'iga o'simlik uchun qaysi tuproq juda ham muhim. O'simlik qaysi tuproqda yaxshi o'sadi va bu tuproqning qaysi xossasiga kirishini yozing. Xossasi o'simliklar uchun eng kerak bo'lgan xossasi xo'sh, nima ekan? Bu nima qaysi xossa? Unumdorlik ekan. Nima ekan? Unumdorlik. Kim unumdorlik deb yozdi? Men. Bir ball qo'ying yoniga. Yoniga tajriba kuzatish varrag'i. Yoniga bir ball qo'ying. Yoniga, demak, birinchi tajribaga bir ball qo'ying. Agar unumdorlik deb yozmasangiz, unda 0 ball bo'ladi. Unumlik desak bo'ladi. Unumdor bo'ladi. Endi ikkinchi tajribamiz. Qarang, men bolajonlar tuproqni olyapman. Mana tuproqni bir nechta kesagini oldim. Ko'rdingiz-a? Bu kesaklarni stakan idishga nima qilyapman? Soldim. Va diqqat bilan qarang. Bu idishga men suv quyaman. Ko'pikchalar hosil bo'lyapti. Qarang, ko'pikchalar chiqyapti. Ko'ryapsizmi? Bu nimani anglatadi? Er yopgani qaysi xossasini anglatadi? Gul. Nima deb o'ylaysiz? Suv o'tkazuvchanlik. Havo o'tkazuvchi. Hamma o'zi yozadi. Aytmaymiz, hamma o'zi yozadi. Qaysi xossasi? Suv o'tkazuvchanlik xossasi ekan. Qaysi xossa ekan? Havo o'tkazuvchanlik xossasi ekan. Kim havo o'tkazuvchanlik xossasi degan bo'lsa, 1 ball qo'yadi. Suv o'tkazuvchanlik deganlar esa 0 ball qo'yadi. Bu ikkinchi tajribaga. Endi esa uchinchi tajribaga diqqatimizni qaratamiz. Men hozir shtativda bolajonlar, mana bu tuproqni ko'ryapsizmi? Qanday tuproq bu? Nam tuproq qarang. Endi mana shu tuproqni hozir sizni ko'z oldingizda qizdiraman. Tuproqni qizdiraman. Diqqat bilan qarab turing. Qarangchi, nima hosil bo'lyapti? Nima hosil bo'lyapti? Bu hosil bo'lyapti. Juda ham to'g'ri aytyapsizlar. Nima hosil bo'lyapti? havo o'tkazuvchanlik. Tutunga o'xshab chiqyapti, ko'ryapsizmi? Suv o'tkazuvchanlik. Demak, endi qarang bolalar. Bu bug'imiz, tuproqning tarkibidagi bug'imiz, mana yaxshi chiqyapti, ko'ryapsizmi? Qizdirgan sari tuproqning tarkibidagi bu chiqyapti. Havo. Xo'sh. Suv o'tkazuvchanlik. Bu xossamiz qaysi xossaga kiradi? Elektronlar. Issiqlik o'tkazuvchanlik. Hamma o'zi yozadi, menga aytmang. Hamma o'zi yozadi. Xo'sh, bo'ldimi? Hamma bo'ldimi? Demak, bu uchinchi xossamiz qanday xossa edi? O'tkazuvchanlik xossasi. Suv o'tkazuvchanlik xossasi ekan. Qarang, tuproq o'ziga suvni o'tkazayapti-yu. Va yana bu nimani anglatadi? Tuproqning tarkibida nima bor degan so'zdir? Suv
bor deganini anglatadi. Qani, endi o'zingizni baholaysiz. Umumiy ballingizni qo'ying. Men birinchi topshiriq bo'yicha sizni bahoyingizni qo'yib chiqaman. Umumiy ballingizni qo'ydingizmi? Qani kirdasiz? 2 bor. 2. Uchalasi ham xatami? Ha, 1 bor. Xo'sh. Zamir. Davom etamiz. Mahmud 1 bor ekan. Jafar 3. Hammasi to'g'rimi Jafar? 3. Yaxshi. 3. Dam olish daqiqasi bolajonlar. O'tirgan joyingizda hozir kayfiyatlarni ko'tarib, mana bu mashqlarni bajaramiz. Darslikdagi matnni o'qib chiqing. Matnda uchragan termin so'zlarga ish yuritamiz. Boyasida lug'atchi yuritdik-ku. Plodorodiya, hunarlilik dedik, tuproqning xossalari dedik, to'g'rimi? Unumdorlik dedik. Ana shu so'zlarni ma'nosini bilib oling. Hamma ichida o'qiydi. 3 minut vaqt belgilangan. Boshladik. Matnni o'qib bo'ldingizmi? Matnni o'qib bo'lgan bo'lsangiz, qani, kim aytadi? Tuproqning qanday xossalari bor ekan? Tuproqning qanday xossalari bor ekan? Чудесный колесoni qo'yamiz. Qo'l ko'tarmay, haqiqiy bo'lsin. Xo'pmi? Hamma o'quvchi qatnashadi-ya. Qani, чудесный колесоda qaysi o'quvchi chiqar ekan? Qanday xossalari bor ekan? Samandar tuproqni? Unumdorlik. Yaxshi, o'tir. Keyingi o'quvchi. Bitta xossasini aytdi Samandar. Keyingi o'quvchi. Sangiz. Yana bitta Suv o'tkazuvchilik xususiyati. Judayam yaxshi. Suv o'tkazuvchilik. Keyingi o'quvchi bitta xossasini bilib oldik. Madina. Unumdorlik aytildi Madina. Aytildi. Issiqlik o'tkazuvchilik. Keyingi o'quvchi. Alisher. Eng oxirgimiz xususiyat. Qaysi xususiyat ekan? Havo o'tkazuvchilik xususiyati ekan. Demak, tuproqning nechta xossasi bor? Bitta xossasi bor edi. Yana nima deb aytamiz buni? Unumdor tuproq deymiz-a. Buni tarkibida nima ko'pdir? Chirindini nima deb atagan? Humus. Barakalla, humus ko'p-a. Endi qarang, agar tuprog'imizda unumdorlik xossasi bo'lmasa, ana shu gullar chiroyli bo'lib o'sishi, ochilishi uchun unumdorligi oshiradimi? Nima soladi? Chirindi soladi, to'g'rimi? Barakalla. Demak, unumdorlik xossasini bilib oldikmi? Ofarin. Tarkibida havo bo'lmasa, xo'sh. O'simlik yaxshi o'smaydi. Ha, ildizlar o'ziga havo ola biladimi? Yo'q. O'simlikni
Organizm tuproq ostida turadi, to'g'rimi Jafar? Tuproq ostida turadi. Demak, o'simlik nafas olishi uchun unga havo kerak. Bu havoni ana shu tuproqdan oladigan havo o'tkazuvchanlik. Xo'sh, keyingi xossasi issiqlik o'tkazuvchanlik xossasi. Qani, kim tushuntirib beradi issiqlik o'tkazuvchanlik xossasini? Imron, nima deb o'ylaysan? Agar bizlarning tarkibimizda issiqlik o'tkazuvchanlik tuproqda issiqlik o'tkazuvchanlik xossasi bo'lmasa, bizning gulimiz o'ziga o'zi muzlashi mumkin. Xo'sh, endi hozir faslga bog'laychi. Nima uchun hozir daraxtlarimiz qishda turibdi, to'g'rimi? Nega ular muzlab qolmayapti? Nega sababi mineral nima uchun? Ha, ularni ildizi ana shu tuproqning issiqlik o'tkazuvchanligi ularning ildizini ushlab turgan ekan. Xo'sh, va eng so'nggi xususiyatimiz qaysi edi? Suv o'tkazuvchanlik xususiyati. Suv o'tkazuvchanlik xususiyatini kim aytib beradi menga? Javon nima deb o'ylaysiz suv o'tkazuvchanlikni? Agar suv bo'lmasa, bizlar nobud bo'lishimiz mumkin, gullar nobud bo'lishi mumkin. Bizlarga nima aloqasi bor? Aloqasi bor bu tuproqning tarkibidagi suvga, tuproqning suv o'tkazuvchanligiga. Chunki masalan, cho'llarda ham o'simliklar o'sadi, to'g'rimi? To'g'rimi? Ularning ildizi ketadi, to'g'rimi? Chuqur ketaveradi. Nima uchun? suv qudrat. Suv izlaydi, suv qidirib ketadi. Juda yaxshi. Xo'sh, suv o'tkazuvchanlik kim tushuntirib beradi yana? Agar suv o'tkazuvchanlik xususiyati bo'lmasa, gullar chirib ketadi. Yana nima qo'shadi? Suv o'tkazuvchanlik xususiyati bo'lmasa, biz masalan gullarga suv quysak, u sinmay tuproqning ustida turaveradi. Barakalla, demak, ana juda ham yaxshi. Shunday siz tushunadigan tilda tushuntirib berdi. Demak, tuproqning nechta xossasi bor ekan? Birinchisi Suv o'tkazuvchanlik. Tushunib oldikmi? Endi juftlik ishi. Juftlik ishida ikkinchi topshiriq, qarang, juftlik ishi. Juftlik ishida sizga men klaster beraman. Siz juftlikda o'zingiz emas, juftlikda klasterni to'ldirasiz, tuproqning xossalarini yozasiz va bitta xossasini men xohlagan o'quvchimdan so'rayman. Tushunarlimi? Bitta xossasini men xohlagan o'quvchimdan siz o'zingiz tayyorlaning. Ana shu o'zingiz xohlagan bir xossasini aytib berasiz. Bu juftlik ishi. Deskriptorga yaxshilab qarab oling. Deskriptorga klaster usuli bo'yicha tuproqning xossasini yozganingiz uchun 1 ball olasiz. Tuproqning bitta xossasini tushuntirib berganingiz uchun 1 ball olasiz. Juftlikda ishlaymiz. 2 minut vaqt yetadimi? Boshladik. To'rtta xossasini yozasiz. Bitta xossasini aytib berasiz. Xo'sh, qani do'stlaringiz bilan bo'lishing, ko'rsating do'stlaringizga. Tuproqning Biz tuproqning xossalarini yozdik. Issiqlik o'tkazuvchanlik, havo o'tkazuvchanlik, suv o'tkazuvchanlik, unumdorlik. qaysi xossasini aytib tushuntirib berasiz o'rtoqlaringizga? Qaysi xossasini? Suv o'tkazuvchanlik. Xo'sh. Masalan, ana cho'llarda suv yo'q, ana kaktuslar, ana ildizlari, suv qidirishga yerning taglariga kirib ketadi. Yana
Jasina to'liqtirib. U paytda suvni anaqa o'simliklar qidirib borishi mumkin chuqur joylarga. Yomg'ir bilan bog'laychi. Yomg'ir yoqqan paytda suv o'tkazuvchilik hassasi bo'lmasa, suv qayerga ketadi? Bo'lmasa, Yerning ustiga. Yerni yuziga qoplagan bo'ladi. Tushgan yomg'irimiz suv qoplagan. Juda ham yaxshi. O'tiramiz. 2 ball. 2 ball. Hozir men ham sizlarni eshitaychi. Demak, Jasmina bilan Faruqqa tak mana uyda 2 balldi. Biz profil masalalarini yozdik. Birinchisi suv o'tkazuvchanlik xususiyati, ikkinchisi issiqlik o'tkazuvchanlik xususiyatini yozdik. Uchinchisi havo o'tkazuvchanlik. Barakalla. Qaysi xususiyati? Unumdorlikni aytib ber chiqar. Tuproqda unumdorlik xususiyati bo'lmasa, Xo'sh. o'simliklar yaxshi o'smaydi va uning ildizlari chirib ketadi. Juda ham yaxshi. Endi mevali o'simliklar bo'ladigan bo'lsa-chi? Unumdor tuproq bo'lmasa, mevali o'simliklarimizda mevalar hosil ko'p bo'ladimi? Yo'q. Tuproqda unumdorlik bo'lmasa, daraxtlar ham, mevali daraxtlar ham mevalarni ko'p solmaydi va ozgina bo'lib qoladi. Juda ham yaxshi. 2 ball. Juda ham yaxshi. Barakalla. İmron bilan Asadbek qani? Biz unumdorlik, issiqlik o'tkazuvchanlik, suv o'tkazuvchanlik, havo o'tkazuvchanlik. Masalan, yozdingiz. Ikkita masalasini aytib chiqing. Havo o'tkazuvchanlik yo'q bo'lganida yer yuzida o'simliklar kam bo'lib qolar edi va ularni ildizi nobud bo'lib qolar edi. İmron sen nima aytasan? Agar bizlarning tabiatimizda havo bo'lmaganida bizning o'simligimiz ildizlari o'ziga havo tortolmasdan o'zlari chirib ketardi. Hammangiz o'rtoqlaringiz aytgan fikrlar bilan kelishasizmi? Mana shu 4 ta xossani yozdingizmi? Xossalarni bilib oldingizmi? Eng yaxshi, o'zingizga 2 ball qo'ying. Endi tuproqning xossalari deb daftaringizga 4 ta xossani tez yozib oling. Tuproqning xossalari 2 nuqta 4 ta xossasini yozib olamiz. 1 yil vaqt beraman yozishga. Tez bo'lamiz. Ungacha men baholab chiqaman sizni. Men keyingi topshiriqni tarqatyapman. Oldingizga keyingi topshiriqni qo'yyapman. Deskriptorlarni tushuntirgandan keyin bajarasiz ungacha hozir yozib kirib oling. Bu topshiriq qarang. Ha yoki yo'q usulidan foydalanib, fikrlarni to'g'ri yoki noto'g'riligini ajratasiz. Bu topshiriqdagi deskriptor ha fikrlarni, ya'ni to'g'ri fikrlarni belgilasangiz 1 ball, noto'g'ri fikrlarni to'g'ri tanlab belgilasangiz 1 ball. Shunda 3-topshirig'imizga boy necha ball aytdim? 2 ball deyapman. Demak, 2 ballni olasiz. Tuproq quruqlikning ustki qatlami. Belgilaymiz. Yoki ha, yoki yo'q. Ha, plus deysiz, x qo'yasiz. Ha bo'lsa plus, yo'q bo'lsa x. Tayyormiz, bo'ldikmi? Keyingi topshiriq. Ikkinchi fikrni o'qiyapman. Tuproqda havo yetarli bo'lmasa, o'simliklarning ildizi nobud bo'ladi. Bo'ldikmi? Uchinchisi, tuproqning o'zidan suv o'tkazish xususiyati unumdorlik deyiladi.
tuproqning tarkibida mineral zarralar bor. Belgiladingizmi? 5-fikr, tuproqning issiqlikni yutishi va o'zidan o'tkazishi havo o'tkazuvchanlik hissasi. Yo'q, voy aytmaymiz. Do'stlarimiz bilib qoldi. Va eng oxirgi fikr, tuproqning unumdorligi uning tarkibidagi humusning miqdoriga bog'liq emas. Bog'liq emas deyapti. Tuproqning unumdorligi uning tarkibidagi humusning miqdoriga bog'liq emas. 10 balldan deb yoniga olgan balimizni qo'yasiz. Endi bolajonlar, darsimiz yoqdimi bugungi darsimiz? Nimasi bilan yoqdi sizga? Hozir sizga omad daraxtini dastaga ilaman. Darsni eng yoqqan joyi yoki bo'lmasam bugungi darsdagi fikringiz ana shuni yozib qoldiring. Yozib bo'lganlar olib chiqib nima qiladi? Daraxtga, omad daraxtiga yopishtiradi. Omad daraxtiga yopishtiring. Barakallah. Qaysi topshiriq sizga yoqdi? Qaysi topshiriqda qiynaldingiz? Shuni yozsangiz ham bo'ladi. Qani. Bo'ldikmi? Bo'ldikmi? Uyga vazifa kundalikni ochamiz. 104-betlarni o'qiysiz. 104-betlarni o'qiysiz va darsligingizdan mana bu savollar bor. O'simliklar qanday tuproqda yaxshi o'sadi? Tuproqning unumdorligini oshirish uchun nima qilish kerak? Qarang, darsligingizda mana shu savolni belgilab oling. Darsligingizda mana shu savol bor. 104-betda, birinchi va ikkinchi savollarga javob yozing. Kundalikka yozib oldingizmi? Kundalikka yozib oldingizmi? Hamma belgiladimi kundalikka? Demak, matnni o'qiysiz va mana shu berilgan savollarga yozma javob yozasiz. Omad daraxtimiz judayam bir chiroyli bo'ldi. Qarangchi. Hamma o'zini fikrini yozdimi? Kim o'z fikrini yozmadi? Hamma yozdimi? Ofarin, barakallah. Agar hamma o'zini fikrini yozgan bo'lsa, sizga ham xursandman. Qani, bolajonlar, bugungi darsimiz sizga yoqdimi? Bugungi darsimiz yoqdimi sizga? Bugungi darsdan xursandmisiz? Barakallah. Bugungi darsda a'lo darajada qatnashganingiz uchun, chiroyli xulqingiz, tartibingiz uchun, ziyrakligingiz va aqlligingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qani o'zimizdan turdik. Shu bilan bugungi darsimiz tamom. Xayr, sog' salomat bo'linglar.